Qizlarjonlar, shunaqa YSLRM brendiga tegishli kabloklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Kачествоsi yaxshi. Skidka narxlarda qizlar, aylanyon ko'rsating. Kачествоsi juda ham yaxshi. Faqat modelimizga eng katta razmer kiydirdik. Kichkina razmeri to'g'ri kelmaganligi uchun. Ketdi. Ungacha like, komment, подписка jigar. Meni oyog'im. Tuflini rangi qanaqa edi? Qaymoq rangi edi. Odamlar tufliga emas, oyoqqa qiziqdi. Ya u meniki sotilmasa kerak. Shu oyoqqa egasiga juda qiziqdik. Bu yerda depilatsiya reklamasi bo'lishi mumkin edi. Yiqilib tushsa kerak deb kutibman. Voy dod, kim kiyib olgan buni? Bu qanday oyog'ingni erkaklar zo'lishkasimi?